Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, yurtdoshlar. Uzoqlardan kecha va bugun Sarbon 33 kanalida hamda Buloqboshi tuman hokimlik matbuot xizmati tomonidan olingan video lavhalar bizning Sarbon 33 YouTube kanallarimizda qo'yilib boradi. Tomosha qiling, obuna bo'ling, kuzatishda davom eting. Video lavhalarimiz sekin-asta chiqib boradi. Bahor go'zalligi juda chiroyli. Quyosh botishi Shirmonbuloq turizm qishlog'i. Xudo xolisa yaqin yillarda, yaqin kunlarda juda go'zal bo'ladi degan umiddamiz. Tashrif buyuring. Hozircha Shirmonbuloq holati yaxshi. Betlarda esa ish jarayonlari ketmoqda. Qurilishlar, moslar, mana akvapark ish jarayonlari davom etmoqda. Keyingi yilga balki juda chiroyli bo'ladi degan umiddamiz. Yo'l-yo'lakay sizlar bilan albatta ko'rishamiz. Shirmonbuloq turizm zonasiga mana yo'llarimiz asfalt kelib bemalol yangi asfaltlar bosib qo'yishibdi. Juda chiroyli. Hozir men ham eng pastdan tepaga, yuqoriga mashina, avtomobil orqali chiqib keldik. Juda go'zal. Xudo xolasa keyingi yillarga juda chiroyli va trenddagi Shirmonbuloq bo'ladigan umiddamiz. Kuzatishda davom eting. Buloq Hills